Endi mana mana shu televizorni olmasanglar bo'lmaydi. Chunki ekrani juda kamdan kam o'chiradigan QLED bo'ladi. QLED ekranni bilasizlar, milliarddan oshiq ranglarni ko'rsatadi. Bu televizorimizning brendi Avalon bo'ladi. Zo'r taraflardan bittasi 4K Ultra HD formatida ko'rsatadi. 4K formatidagi ekranlarni bilasizlar, Full HD dan naq 2 barobar kuchliroq hisoblanadi. Sababi gorizontal bo'yicha 3840 ta piksel bo'lsa, vertikal bo'yicha 2160 ta pikseli bo'ladi. Bu o'sha milliarddan oshiq ranglarni tiniq kачествоda ko'rsatishga katta yordam beradi. Televizorimizni ko'rib olsizlarmi? Mana shunaqa bezramishli dizaynda bo'ladi, zamonaviy uslubda. Eng zo'r taraflaridan bittasi, ko'rib olsizlar, Android, iPhone telefonlariga bemalol ulanadi. Ovozlari bo'lsa Dolby Atmos'da, operatsion tizimi bo'lsa WebOS'da ishlaydi. HDR10 ni ham podдержка qiladi. Aytib o'tganimizdek 4K QLED ekran bo'ladi. Televizorimizning pulti mana shunaqa ko'rinishda, голосовой управлениялari ham bor. Ekranda bo'lsa Magic bo'lib yuradi. Sichqonchalarni bemalol ishlata olasizlar. Ko'rishingiz ham mumkin. Energiya samaradorligi ham A klassga kiradi. Butun O'zbekiston bo'ylab 3 yil garantiyasi bor. Servis markazlari nomeri ham talonda yozilgan, ham televizor o'zida yozib qo'yilgan bo'ladi. Bu televizorni xohlasanglar oyoqchalarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, yoki-da bemalol televizorni devorga ilsanglar ham bo'ladi. Televizorimizni ko'rsatishini bitta ko'ringlar. Haqiqatan QLED kачествоni beradi. Ekran zachitalari ham bor. Ko'ryapsizlar, IPS displey hisoblanadi. Aynan shunaqa pult faqat qimmat modellarda chiqadi. Shu jumladan Avalonda ham aynan shu pult bo'ladi. Buni nomini Magic Remote deyiladi. Aynan shu LG sistemada ishlaydigan ekrani bo'lsa 4K QLED bo'lgan Avalon televizorimizni 269 dollarga beramiz. Qo'ng'iroq qilib bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Rahmat hammaga.